Hijoma bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijoma degani ma'lum bir joylardan qon oldirishlik. Bu hijomani asli boshlanishini gapiradigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Mi'roj kechasida Allohning huzuriga chiqib 5 mahal namozni farzligini olib tushib kelayotganda payg'ambarimiz aytadi: "Har osmondan osmonga o'tganimda pastga qara. Har osmon farishtalari menga vasiyat qildi." Ya'ni farishtalar nima dedi Rasulullohga? Alayka bi hijoma. Alloh sizga ruhingizni shifosi bo'lgan namozni buyurdi. Biz sizga jasadingizni shifosi bo'lgan hijomani vasiyat qilamiz. Ummatingizni hijomaga buyuring. Juda ko'p hadislar bor, xulosasini aytaman. Sizlar davolanadigan shifolarning ichidagi eng afzali hijoma dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu boshini tevasidan qon oldirganligi, mana ikki chekkadan qon olganligi hadislarda rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytib o'tdik. O'limdan boshqa narsaga dori degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi hadislarda 72 ta kasalga dori degan. Hijoma qilishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amallardir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dushanba, seshanba, payshanba kuni hijoma qildirgan ekan, chorshanba, shanba man qilgan ekan. Subhanalloh, sunnatni ko'ringki, dushanba, seshanba foyda qilgan narsa chorshanba kuni ziyon qiladi degan ekan Rasululloh.